Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Xo'jamurodov va bizani bugungi navbatdagi videomizda bot orqali ishonchli Telegram akkaunt, ya'ni virtual nomerga ochilgan ishonchli Telegram akkauntni olishga harakat qilib ko'ramiz sizlar bilan. Demak, bugun sizlar bilan Telegramga o'tamiz. Bu botni manzili esa doimgidek kommentariyani birinchi qismi yoki videoni opisiyaniyasida bo'ladi. Kirib bemalol sizlar ham to'lov qilib yoki menga o'xshab referral tarqatib, pul yig'ib o'zingizga yoqqan Telegram akkauntlarni ochishingiz mumkin. Masalan, men hozir o'zimga kerakli arzon va yig'ilgan referrallarga yetadigan davlat nomerini olishga harakat qilib ko'raman. Bizada hozirgi yetadigan mablag' bemalol Bangladeshni olamiz. Sotib olishni bosdim. Hozir biroz Telegram o'zi qotadigan odati bor. Mana olindi. Bu nomerni hozir kopiya qilib olib, norasmiy Telegram kanalidan ochishga harakat qilib ko'ramiz. Bu avvaldan o'zi akkaunt ochilgan anaqa. Bizaga yangi anaqadan ochsak, bizani umrbod spamga yoki joyida bizani Telegram akkauntimizni olib qo'yib bloklab tashlashi mumkin. Telegram buni yoqtirmaydi o'zi, asosan mumkin bo'lmagan. Mana bu yerda ham eslatib o'tib ketgan. Telegram va Telegram X'dan foydalanmang bu akkauntga kirishda deb. Menda esa videogram bor. Bundan avval nomer olganman, boshqa davlatniki bu. Hozir esa yana bunga akkaunt to'laymiz. Bangladeshni topib olamiz. Bangladesh. Mana bu nomerni kopiya qilamiz va oldidan davlat belgisini olib tashlaymiz, 880 ni va xani bosamiz. Keyin botga qaytamiz. Botga qaytganimizdan keyin kodni olishni bir necha bosamiz, bir necha marta. Va bu anaqa o'zgarib qolishi kerak. Bu hozir ko'rsatilgan anaqa mana shu holatga kelishi kerak va kodni ko'rib u yoqqa yozish kerak. Tez yozmasanglar bu Telegramda muammo yuzaga kelib qolishi mumkin. Ya'ni kod xato deb qolishi mumkin. Kirib oldik. Bu o'zi Bangladeshlik odammi qolgan yoki boshqa davlatda odammi ishlatib ko'rgan. Nimadir sabab bilan undan u chiqib ketgandan keyin endi server bizaga qaytadan beryapti. Buni endi ismi familiyasini o'chirib, o'zimnikini yozib qo'yaman. Aziz. Kelinglar mayli bekitib ham qo'shib qo'yamiz. Mana endi bu shu joyda sizlarga bir narsani o'tib ketayapmiz. Mana shu biosidagi mana nimaligini tushunmayman. Keyinchalik men bilan qonun bilan bog'liq muammo kelmasligi uchun olib tashlayman. Endi sizlarga eslatib o'tib ketadigan narsa bor. Bu xabarda o'zi eslatyapti yangi qurilma ulandi akkauntga deb. Bu yerdan xavfsizlik anaqasida Gmail ulangan bo'ladi. Uni o'chirib tashlashimiz kerak. Men o'zimni Gmail'imni ulayman hozir. Mana mayli qo'ldan yozib yuboramiz bu yerga. Tayyor anaqa bilan kirib keta qolmadi. Mana. Hozir bizga Gmail'dan SMS kelishi kerak. Hozir bu yoqdan kelishi kerak. Mana. Bularni olib tashlaymiz-da, mana to'g'ri. Mana bu yerda biz ochib oldik. Mendan boshqa qurilma yo'q. Gmail'imni ulab oldim. Ya'ni mabodo biz chiqib ketadigan bo'lsak, Gmail orqali tiklab olishga bizaga shart-sharoit paydo bo'ladi. Endi esa 2 bosqichli kodni qo'yishga shoshilmay turamiz. Sababi bizani boyagidek Telegram
o'zi virtual nomer ochgan odamlarni srazi borib 2 bosqichli parol va boshqa narsa qo'yib tashlashni biladi. O'shaning uchun o'shanaqa qilgan odamlarni banga tiqishni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun hozircha qo'ymay turamiz. Bizani Telegram kanaliga qo'shilib qo'yinglar mana. Bu bizani amaldagi Telegram kanal, ya'ni meni kanalim. Bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa nomer oladigan botlardan hali talaygina. Menda hozir ishonchli mana shu referalgayam yaxshi pul to'laydigan, boshqa to'lov qilsangiz ham yaxshi nomerlar, mana shu ban tushmaydigan mana shunaqa haqiqiy akkauntlar kerak bo'lsa yoki YouTube kanalni tasdiqlaydigan nomerlar kerak bo'lsa, o'shanaqa bot bor menda. O'sha yerga tashlayman. Xullas do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, ushbu videoga layk bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlanglar.